Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonga yangi soliq imtiyozlarini cheklashni tavsiya qildi. Valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumatini oltin narxlarining yuqori bo'lishining xazina va milliy valyutaga ta'sirini cheklashga chaqirdi. Bu tashkilot missiyaning yakuniy bayonotida e'lon qilindi. 2025-yilning dastlabki 9 oyida O'zbekiston iqtisodiyoti 7,6% ga o'sdi. Asosiy omillar sezilarli investitsiyalar va yuqori uy xo'jaliklari iste'moliga to'g'ri keldi. Talabning oshishiga qaramay inflyatsiya darajasi pasaydi. Oktyabr oyi oxirida umumiy inflyatsiya 7,8% ni, asosiy inflyatsiya esa 6,6% ni tashkil etdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tahlilchilari bu yil iqtisodiy o'sishni 7% va kelgusi yilda 6% ni prognoz qilishmoqda. Inflyatsiya 2027-yil oxiriga kelib Markaziy bankning 5% maqsadiga tushishi kutilmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi makro moliyaviy barqarorlikni saqlash muhimligini ta'kidladi. Mutaxassislar kuchli iqtisodiy faollik va qimmatbaho metallar narxidan kelib chiqadigan rejalashtirilmagan daromadlardan foydalanish orqali davlat xarajatlarini oshirmaslikni tavsiya qiladi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.